Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan CapCut'ni noldan o'rgatishni boshlayman. Qo'limdan kelgancha o'rgatishga harakat qilaman. Bafurcha hammasini noldan o'rgataman. Kanalimda kuzatib boringlar. Mansur Media kanalini kuzatib boringlar. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz hozir birinchi kun, birinchi darsimizda CapCut'ni to'g'ri o'rnatishni o'rgataman sizlarga. Xo'p, Android telefonida o'rnatishni o'rgataman birinchi darsda. Hop, unda boshladik. Hop, birinchi Play Marketga kiramiz. Keyin Play Marketga kirgandan keyin qidiruvga CapCut deb yozamiz. CapCut. CapCut video editor deb chiqadi. O'shani o'rnatamiz. Xo'p, o'rnatamiz. Keyingi darslarda asta-sekin qolgan narsalarni o'rgatib boshlayman. Tez orada sizlarga uzoq yangi yilgacha CapCut'ni elementary darajasiga chiqaraman sizlar. Hop, o'rnatib oldik. Endi ochamiz. Ochganimizda birinchi Agree and Continent deb chiqadi. Ulardan bosamiz, keyin Skip'ni bosamiz tepasidagi. Xo'p, mana bu yerda shablonlar bor. Xohlasanglar shablonlardan foydalanishingiz mumkin. Har xil shablonlar bor. Xo'p, bu yoqda New Project, ya'ni video saylash kerak. Bu yerda videolarni, rasmlarni qo'shish kerak. Hammasiga ruxsat berishingiz kerak. Bo'lmasa videolar, rasmlar qo'shilmaydi. Xo'p, keyin bitta videoni yoki rasmni tanlab Addni bosamiz. Xo'p, keyingi darslarda CapCut'ni bafurcha tushuntirib beraman. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Mansur Media.